Diqqat, barchani ogohlantiramiz. Toshkentdagi asosiy ko'chalardan biri vaqtinchalik yopiladi. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Toshkent shahridagi Taras va Shevchenko ko'chalarida gastronomik ko'ngilochar festival o'tkazilishi munosabati bilan uning ayrim qismi vaqtinchalik yopiladi. Bu haqda Toshkent shahar hokimligi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, Taras va Shevchenko ko'chasining Fidokor ko'chasi kesishmasidan Nukus ko'chasining kesishmasigacha, shuningdek Said Baraka ko'chasining Oybek ko'chasi kesishmasidan Amir Temur Shoh ko'chasigacha bo'lgan qismi bugun 16-oktyabr kuni soat 16:00 dan 20-oktyabr kuni soat 07:00 gacha barcha transport vositalari harakati uchun yopiladi. Ko'rsatilgan davrda muqobil yo'nalishlardan foydalanish tavsiya qilinmoqda. Eslatib o'tamiz, avvalroq Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek hamda Yashnobod tumanlaridan o'tuvchi yo'llarning ma'lum bir qismi ta'mirlash ishlari ortidan 8-oktyabr kundan boshlab 20-oktyabr kungacha transport vositalari uchun yopilib qo'yilgan edi. Eng sara xabarlar bizda. Kanalga obuna bo'lib like bosishni unutmang.